أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar biz bugun Sura Al-Imronning 69 oyatiga keldik. Mazmun yana shu ahli kitob haqida ketyapti. Isa alayhisolamning voqealigidan keyin Isa alayhisolamni o'zininki yo'l beshi deb da'vo qilayotgan kishilarning xarakteri bayon qilinadi. Ilgari darsda shu haqda so'zlagan edik. Bugungi darsning mazmuni shu haqda bo'ladi. Estaizu billah waddat ta'ifatun min ahli al-kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Ahli kitobning bir bölüki sizlarning ezishinglarni pek umid qiladi. Amaliyat ular o'zini azduradi. Halbuki o'zining nima oqibatga duchor kelayotganligini, nima jazoning kutayotganligini ular his qilmaydi, bilmaydi. Endi oyatda ahli kitob va ahli kitob xarakteridagi dushmanlar hammasining o'rtaq xarakteri bo'lishi mumkin. Nima uchun mu'minlarni ozdirishni shu qadar yaxshi ko'radi? Chunki yo'ldan chiqqan odam, to'g'ri yo'lda mangmagan odam yani özünü hayat hareketining qonuniyatiga moslashtirolmaydi degan. Din demek, biz mangan bu yo'l demek, inson o'zini kontrol qilish orqali hayotning ilohiy qonuniyatini o'zining hayotida tatbiqlash. Bu yo'lda manganmagan odam, ya'ni azg'un ahli kitobmi shu va boshqasimi shu, bu yo'lda manganmaganlar, ya'ni o'zini kontrol qilolmaganlar hisoblanadi. O'zini kontrol qilinmaganligini o'zi ham biladi. Chunki bu yo'lning talabi uni qil yoki buni qilma, bir talab bor, bir o'lcham bor, bir shart bor. Endi mu'min kim o? Bu yo'lda manga odam kim o desa, dal shu talab, dal shu shartlarga tushib o'zini kontrol qilib, ma yo'lda mangalagan odam. Endi manganmagan birisi ahli kitob va undan boshqa dinni yomon ko'radigan, dinda manganmagan, dinning talabini o'zining hayotida uyg'unlaganlarni ko'rgan vaqtida o'zini to'ymay kichik sanaydi. O'zini o'zi haqoratlaydi o'zining ko'nglida. Endi mo'minlar ishlarni qiladi. Bu texminchiklab olsak, shu mu'minlarga bu yolda mangallarga bularning qalbidagi hasadning ifodasi. Nimda bu şekilde mangadi? Nimda bu men qiladigan ba'zisini qilmaydi? Yani o'zi qilolmaydi, yani qilmaychi deyalaydi. Nimda bu qilg'ishlarni men qilolmayman. Adava'ning kim? Ma azg'un bu yo'ldan chiqqan. Kim bo'lsin? Uning ismi kim bo'lsin? Mu'minni bu yolda bu yo'lning talabiga uyg'un mengayotgan mu'minni dal o'ziga o'xshash yo'ldan chiqarishga urinadi. Tatanmag'inida, yo'ldan chiqaranmag'inida masxirini boshlaydi. Buning psixikasiga hujum qiladi. Atrofiga odam to'playdi. Eng qilinmaganda bularni masxir qiladi. Sura Mutaffifinninki 29-oyatdan 33-oyatigacha mushlar haqida so'zlaydi. Innallazina ajramu jinoyatchilar kanu minallazina amanu yadhakun. Mu'minlarni masxir qiladi. Mu'minlarni masxir qilib kuladi bular. Va idza marru bihim yataghamadun. Uning qashidan o'tsa o'zaro ko'z qisishidi, iymon ishorat qilishidi. Uyiga qaytsa xushal. Uni ko'rsa ma'la azg'un. Hamlati ulug' nima ishi bularning va ursul alayhim hafizin bularga mas'ul qilib avatilmagan-di ular. Asli normal inson bular bo'lsa bular. Tamam. Bu yo'lda mangallarni, mu'minlarni o'z yo'liga qo'yib o'tish kerakdi. O'z holiga qo'yib o'tish kerakdi. O'zining ishini qilish kerakdi. Ammo bularning qalbida o'rtinadigan bir narsa bor. Eg'iz e'tirof qilmasinlar. Mu'minlardan chidamaydigan bir yeri bor. Nimishqa bunday qiladi bular deb? Nima uchun ma shaklda ishni qila oladi bular? Nima uchun bu yo'lda mangadi bular? Deydigan bir o'rtinish bu ishlar. Shunlashqa bu xildagi kishilar haqiqiy taqvo, dinning talab, ta'limotlarini hayotiga uyg'unlaydigan mu'minni ko'rganida masxir qiladi. Buning iymoniga hujum qiladi. O'zaro bir yerga yig'ilgan vaqtida
masxara qilib olganligini so'zlashidi. Bu orqali faxrlanadi, o'ziga saodat izlaydi bu orqali. O'zining ko'nglini bu orqali xo'sh qilishidi. Albatta Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bu ko'rinishlar bu xil pozitsiyalarga uchragan, bu xil ko'rinishlarga qolib qolgan ahvolda qattiq xotirjam qilib nima deydi? Shu oyatning 34-35-oyatda shu suraning Mutaffifin surasiningki "Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun." Ma qiyomat kunisi mu'minlar ashu kuffarlardan, ashu masxara qilgan kishilardan masxara qiladi. Bunun halidan keladi. Mu'minlar shu vaqtda yasadaq qurullarda keyniga yulinib o'tirib, ularning tatiyotgan azobini ko'radi shu vaqtda. Bu mu'minlarga berilgan xotirjamlik bu jihatda. Oxirsida Allah bir savol so'raydi shu suraning oxirisida. Hal thawibal kuffaru ma kanu yaf'alun? Qani bular dunyoda qilgan shu ishlarininki, shu masxaralarining mukofotini oldimi, olmadimi? Demak, ahli kufri her zaman mu'minlarni dalalet tarafga tortishni asla qoldirmaydi. Her daim torttirib, arzu qiladi, umid qiladi. Amaliyotda umid arzuning hammasi yuz beradigan ish yo'q. Bular arzu qilib qoladi shu yerda. Maqsadiga yetolmaydi bular. Ma oyat dal shuni ishorat qilyapti-ki, "Wadda ta'ifatun min ahli al-kitab law yudillunakum." Ahli kitobning bir bo'ligi sizlarni ozdira olsak deb, sizlarni ossikan deb favqulodda umid qiladi. Halbuki o'zini ozdiradi. Buni his qilmaydi bular o'zini qanchalik ozdirganligini. Buni mu'minlarni ozdirmoqchi bo'ladi, ammo yetolmaydi. Rasulullohning vaqtida bo'lgan ahvol Yahudlar turlik sahabalarning qishga berib baqdi. Muaz ibn Jabalning qishga berib baqdi. Uzaybining qishga berib baqdi. Va boshqa sahabalarning qishga berib, bu ishlar bilan bularni qiziqtirib ozdirish maqsadida har xil amallarni qilib baqdi. Yetamadi. Bugungi kundami bular jim tumoqdi. Har xil vositalar bilan, har xil yo'llar bilan ishlarning orasida butun tarqitish. İslamның yo'llari, İslamның kiyim-kechiki, İslamның ko'rinishlari, İslamның shu aralarini birdan masxara qilyotdi. Maqsadi ko'ngildagi shu alamni biroz pastlash. Ya'ni o'zining topini oldi. Chunki yolg'iz bular. O'zining qilayotgan ishning yolg'izligini his qildi bular. Uning noto'g'riligini his qildi bular. Shuning bilan noto'g'rilikda bo'lsa-mu ko'proq bo'layli. Bizga o'xshagan odamlar bo'lsin deyotdi. Amaliyotda buning qildan na xalqqa, na millat, na dinga 10 tiyinlik foyda kelmaydi odamlar. Burunmi foyda kelmaydi, hozirmi kelmaydi, bundan kimmi kelmaydi? Uni kuyungandek, millatga kuyungandek, bu xalqqa kuyungandek ifodalarining hammasi navbatdagi quruq shu faqat va faqat o'zining yolg'iz qolmaslik uchun tirishayotgan narsa. Endi oyatdagi law yudillunakum sizlarni ozdirishni umid qiladi degan so'zga qo'llanilgan bir kalima va dalal so'zi. Qur'onda dalal so'zi bir necha xil ma'noda keladi. Masalan, irib ketish, yo'qolib ketish ma'nosi bor sura Sajdada va qalu a idza dalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid. Biz yo'qolib ketsak, to'piga aylanib ketsak, qaytadan tirilandik degan yerda mush so'z ishlatilgan. Bunda ma'nosimi bor. Undan keyin to'g'risi qaysidir, haq qaysidir deb ikkilinib qaro qilinmagan ahvolni dalal so'zi bilan ifodalaydi. Va vajadaka dallan fahada sura Duhada Payg'ambar alayhisolamningki va heykelishdan ilgari Qurayshning qilayotgan ibodatlariga texi qanoat topmay zodi haq qaysi deydigan bir xil ikkilinish ahvolini dallan shu dalolat so'zi bilan ifodalaylik bu xil ma'nosimi bor. Endi ma oyatdagi qandoq dalol desa dalalning yana bir qismi bor. Yani 3-xil ma'nosi ma oyatdagi ma'nosi yuqorida bayon qilingan 2 xil ma'nosi emas. Ya'ni bir odam haq nohaqni biladi. To'g'ri yo'lni his qiladi, ya'ni o'zi ko'nglida e'tirof qiladi, ma to'g'ri, ma xato deb. Ammo bilib turib ma yo'lni tashlab, bu yo'ldan chetnab chiqib ketganning o'zi bu dalolatning 3-xil ma'nosi. Ma oyatdagi dal mushxil dalolat ma'nosida. Ya'ni bular bilib bo'lgan haq yo'ldan boshqani ozdirishni, boshqaningmi o'zi bilib turgan haq yo'lni bu qiziqtirmalar va boshqa omillar tufayli tashlashni favqulodda umid qiladi. Halbuki bular oxirsida qiladiganini o'ziga qiladi. Oyatning oxirida dedi-ya,
Ve ma yudilluna illa anfusahum. Üzünü azdırdı deb. Ola qılanmaydı, bu maqsad yetenmeydi. Endi ayetning şu tarafiga kelayli, üzünü azdırdı degan kelsak. Üzünü qanday azdırdı? Bu azgan adam bu yo'lni aniq tunuydi, buning haqiqatligini tunuydi. Ammo inkor qiladi, bu bir gunoh, bir jinoyat. Ayda vatqani shu. Andan keyin o'zi inkor qilib bir jinoyatchi bo'ldi ya. Buningdan qanoat qilmay boshqalarni yo'ldan chiqarishga harakat qiladi. Bu qat jinoyat. Yani bir o'zining azg'anlik bilan bir gunohkor bo'lgan bo'lsa, boshqalarni azdırishga urinish bilan yana bir gunohkor bo'ladi. Mana bu qilgan ishininki vabalining o'ziga keladiganligininki, o'zi ustiga oladiganligining ifodasi oyatdagi o'zini azdırudi degani, buning xapliqning hammasi o'ziga keladi. Buning vabali ustiga keladi demakchi. Endi bu yerda balkim ba'zi qarindoshlarning kallasiga taqishib qolgan ba'zi bir masalalar bo'lishi mumkin. Ya'ni başqalarını azdırsa, özünü azdırdı, ularının günahını yüklenir dedik ya. Başqalarının günahı başqalarına yüklenmemdi. Kur'an'da iki ayet var. Birisi وَلَا تَدِرُ وَادِرَةُ وِذْرَ اُخْرَى Surah Fatır'ın ki 18. ayeti. Biravının günahını birav üstüge almaydı. Ama Surah Nahl'ın ki 25. ayeti de لِيَحْمِلُ اَوْذَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günüsü ularının günahını tamamen üstüge alıp deydi. Ma ayette özünü azdırdı. Yani günahning ustiga gunoh yuklay deb tafsir qildik hamda biz hozir. Ikki oyatning birisi boshqaning gunohini ustiga olmaydi, birisi gunohini ustiga oladi. Bu qanday hukm desa, biz bayatni tushundigan hukmni qaytadan mushak tatbiq qilsak, masala oydinlashadi. Ya'ni bir odam o'zi shaxsan azg'an bo'lsa, men o'zi azg'an odamning gunohini men ustimga olmayman. Ya'ni bir odamning o'zining azg'inini gunohi o'ziga yuklanadi, boshqalarga otilmaydi. Ammo boshqalarni azdırgan vaqtida başqalarını azdırış üçün hərəkət qılğan vaxtda azğanlarının günahımı ulardan saqlanmasdan azdırışın üstüge yüklənir. Şunlaşqa Surah Fatırda başqalarının günahı başqalarına yüklənməydi degene alaqası yox, şuna alaqası yox, heç kimə alaqası yox. Özü azdı, onun günahı heç kimə emas, azğa adamga. Amma Surah Nahl'dəki də ularının günahını bütünlüy üstüge eliş ifadəsi nə dese, o ne mal azdırğan. Azg'uchining ustiga gunoh bo'lgandan boshqa azdug'ichi sabab bo'lgan bo'lg'achqa uning gunohini butunlay buni ustiga ham qanday qilinadi yuklanadi. Shunga o'zi ezish bilan boshqalarni azdırishning farqi bor. Bu farqni bular bilmaydi. Buningdan ustiga naqadar gunohning yuklanganligini, mas'uliyatini uqmaydi. Buning jazosining og'irligini uqmaydi. Shunga oyatning oxirisida va ma yash'urun. Bu bilmaydi deyapti. Bunu kutayotgan büyük azapninki, ig'ir jazoninki cho'nqurlab patqaga petib ketgan patqoqning ne kadar cho'nqur ekanligini bular bilmaydi. Ondan keyingi oyatda 70. oyatda Allah subhanahu va taolo davotida ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi va antum tashhadun. Ya ahli kitob Allohning oyatlariga nima qilib kafir bo'lasizlar? Halbuki o'zingizlar guvohlik beribsizlar shunga. Ular qanday guvohlik berdi Allohning oyatiga? Biz tarixga qarasak, Madinadagi bo'lgan ahvoldan biz buni topalaymiz buning javobini. Madinadagi yahudlar payg'ambar alayhisolatu vasallam avatilishdan ilgari arablarga Rasululloh bilan tahdid soladi. Yaqinda bir payg'ambar keladi. Biz bu payg'ambar bilan birlashib hammani bijtaraf qilamiz. Bu shaklda qo'rqitdi. Rasululloh kelibdi. Bular o'zlarininki vaqtliq nopuzunun ayrılıp qalishdan qo'rqib, chunki shu vaqtda shu odamlar arablarning orasida samaviy kitobning sohiblari o'qimishliq, bilimlik, iqtidorlik, shu vaqtdagi iqtisodni kontrol qilgan degandek unda jamiyatda yuqori o'rin oldi. Buning qo'ldan ketib qolishdan bular ansibda Qur'on mushun tilg'aladi. Surah Baqaraning 89-oyatida "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi." Yani bunu burun şu payg'ambar bilan boshqalarga tahdid solatdi. Shu payg'ambar kelsa buning ergashishimiz deb turadi. Kelibdi inkar qildi. Degan mazmundagi oyat chiqadi. Ya'ni nimishqa bular kelgan vaqt inkar qilib, vaqtliq nopuz. Chunki buning maqsadi shu ya'ni hukmronligi, mol, mulk. Masalan, Abdullah ibn Salam Yahudi o'zi radhiyallohu anhu kim musulmon bo'lgan.
Rasululloh haqida nima deydi musulmon bo'lgandan keyin? Men ko'rgan vaqtimda deydi Muhammadni sallallohu alayhi vasallam. Balamni tunugandek tunudim. Balamdan bekroq tunudim deydi. Ya'ni Tavratdagi bishoratlar shunchalik aniqki. Tavratni biladigan har qanday Yahudi Muhammad alayhisalomning Allohning avatga elchisi ekanligini %100 biladi. Abdullah ibn Salam Yahudi musulmon bo'lgan shu kishining bergan guvohligi. Ammo bular shu vaqtdagi o'tguncha shu vaqtning o'zida bular qana qilayotgan qo'lida bor bo'lgan nupuz iqtisod va boshqa narsalarning ketib qolishidan qo'rqib inkor qildi. Bularni ondan boshqa yomonchilik ishlarini degiltirsak, nayt ko'p bilasizlar, hatto mag'firat cheki bir kesib berdi-ku bular boshqalarga. Sizning gunohingiz mag'firat bo'ldi deb imzoni qaplab ko'pida tomonimiz beradigan ahvollar hala yo'q emas. Boshqa sura Baqaraning 79-oyatida bularning bu qadar ozg'unlik qarta ig'ir tahdidlarni kelgan favaylul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim kitobni o'z qo'llarida yozib, "Mal Allohdan tushdi" deb buning badaliga manfaat kirishdigan leshtar rubiy tamanan qilib ozgina manfaat kirish uchun boshlanishni qildigan ahli kitobning holiga voy bular dozaq mahkum degan oyat bekor tushgan emas. Favaylul lahum mimma katabat aydihim va vaylul lahum mimma yaksibun. Buning yozganlari, buning qilgan etganlari holiga voy degan mazmundagi oyat. Ondan keyingi oyatda davatida ya ahlal kitob lima talbisuna al-haqqa bil batil وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yani ehli kitap nimishqa haqni nohaqqa aralashtirsizlar. Haqiqatni yurishursizlar, sizlar bo'lib turib davat. Ana shu oyatda aralashtirish deb tarjima qildim ya, lima talbisunal haqqa bil batil dega talbisun. Labisa normalda biz lug'atni aqtasak kiyim kiyish degan ma'nosi bor. Texnik cho'nqurlasak labisa degan so'z bir narsaning ichiga kirgizib o'tishni labisa bo'ladi. Bir narsaning ichiga kirgizib o'tish. Endi biz kiyimning ichiga kirgan bo'lg'achqa arab tilida labisa degan so'z kiyim kiyishga qo'llanilgan. Bu yerda haq bilan nohaqni aralashtirishga qo'llanildi. Biz tarjimada shu aralashtirish deb ham tarjima qildik. Ya'ni bular haqni nohaqning ichiga yushirish, nohaqni haqning ichiga kirgizish qatorliq mushishlar bilan shug'ullanadi. Tavrat, Injillarga Musa alayhisalom akamigan, Isa alayhisalom akamigan, Alloh tushamigan gaplarni Tavrat, Injilning ichiga kirgizib o'tish, bu orqali o'zlarininki manfaatlariga kafolatlik qilish qatorliq bir muncha ishlar bor bularning. Yani bularning Payg'ambar islomning bishoratlarini inkor qilish halbuki kitoblarda aniq bor. Buning nurg'un darslarimizda chiqdi bu mazmunlar. Qo'lda tutib besib olib o'qigan yerim bor hatto Tavratni. Bular o'zi Musa alayhisalom imoyat deydi o'g'izda. Isa alayhisalomga imoyat deb buni e'lon qiladi. Payg'ambar alayhisalomga iymon etmaydi. Musa alayhisalomninki, Isa alayhisalomninki oxirgi bir payg'ambar va bu keladi munda payg'ambar deb bergan bishoratlarini bular inkor qiladi. Mana bu yuqorida deyilgandek haqni botil bilan qana qilish aralashtirish, haqni botil bilan chekirgizish, botilni haqni chekirgizish bu orqali qaysi to'g'ri, qaysi xato bularning hammani boshqalarga qana qilib o'tish, ilishtirib o'tish. Amaliyotda va antum ta'lamun oyatining oxirisida sizlar bilib turib degani boshqa oyatim tilg'ilingan sura Namlning 14-oyatida wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Esingizda bo'lsin haq botil yo'lning sohiblari, haq dushmanlari har doim masalani biladi. Bilmay qolmaydi jama. Agar haqiqatan bilmay, chin ko'nglidan mening yo'lim to'g'ri deb ningayotgan bo'lsa, haqiqat oshkor bo'lgan hamon keyiniga qo'yadi. Lekin ko'p hollarda kufr ahli, botil ahli, dalolat ahli, haqning dushmanlari biladi, inkor qiladi. Ondan keyin 72-oyatda davatida Alloh subhanahu va taolo va qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar vakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Yani Alloh subhanahu va taolo 72-oyatda din dushmanlarining, haq dushmanlarininki haqdan kishilarni qochirish uchun o'ynaydigan o'yinlarining birini bizga misol qilib davatidi. Ahli kitobning bir bo'lib deydi. Sizlar mu'minlarga tushirilgan Qur'onga yoki islomga etdiganda ishlanglar, kashta kapirolanglar. Balki mashta qilsanglar, keyinga qaytib qilishi mumkin bular. O yo'llardan inib qilishi mumkin. Qaranglar ma taktikini.
Yani bu bir yol. Şu vaqtdagi sharoitni so'zlasak, arablar samaviy dini bo'lmagan bir kishilar shu vaqtning sharoitlarida o'qimagan savotsiz kishilar. Ahli kitob samaviy kitob sohiblari, samaviy din sohiblari, o'qimishliq, o'qigan, bilgan, aytgan bir nomi va shu vaqtning o'zida diniy masalalarda arablar bakroq ahli kitob yahudlarga e'timod qiladi shu vaqtning o'zida. Endi bular bu islomga ergashgan kishilarni bu yo'lda yoki ergashishni niyat qilgan, ergashayotgan, ergashay deb turgan bu kishilarga shak tushirish uchun masalaga mana bir hiyla ishlatdi. Ya'ni aytganda bu iymon etdi. Voy biz musulmon bo'ldik, andaq-mundaq. Ondan keyin bir kun o'tib, ahvoli qarab baqib, bu balkim shu kunning o'zining vaqt ifodasi maqsad bo'lishi mumkin. Yoki o'zi ma'lum vaqt, ma'lum sura buni mushta bir taktika qo'llanishi mumkin. Iymon etib, ma'lum vaqtdan keyin ha bo'lmaydi emasmi bu? Biz qarab baqdik, buni biz kitob ahli, biz samaviy dinning xarakterini bilamiz. Musa payg'ambarning ta'limotlarini bilamiz, Isa payg'ambarning ta'limotlarini bilamiz. Bu o'xshamaydi emasmi bu? Bu din emas ekan bu. Qamlashmagan gapli ekan bu. Debkin yeni olsa, andikin atrofdagilar qanday o'ylaydi? Atrofdagilar ras ma'lum biladi emasmi? Bular din ahli, buning qo'lida kitob bor. Bu dinning, samaviy dinning xarakterini biladi. Buni kirib faqat amaliy ko'rib ichine tajribani o'tkazib yongan bo'lsa, ras o'xshaydi shunga gapim. Bu din yolg'on o'xshaydi deydigan bir shak shubhi paydo qilish uchun Ondan keyin ma taktikini qo'lga oladi. Odatda kirmay turib inkor qilsa, nima deydi? Sizlar o'qimaysiz deydigan gap chiqadi emasmi? Bular biz rost iymon etib kirib baqdik, amaliy yashadik. Biz buni ko'rdik, nima deydiganligini angladik, bildik. Mushtak emasmi bu? Degan ma shakldagi taktik qo'llanmoqchi bo'ladi. Ana keyin boshqa bir xil ma'no olganligi bor bu yerda. Shu qibla o'zgarish masalasida qibla Baytul Muqaddasdan Ka'baga o'zgargandan keyin bular yolg'ondan Ka'baga qarab namoz o'qish, kecha o'qanda qibla Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qish orqali musulmonlarni bu ishtimi shakllantirish maqsad qilingan degandek qarash tafsirlar bor bu haqda. Yani bu oyatda Alloh subhanahu va taolo ahli kitobningki bu xil suiqasd hile neyranglarini bizga aytib beryapti. Yani bunun asosiy maqsadi mu'minlarga psixik hujum qo'zg'ash. Mu'minlarni bu yangi din haqida qana qilish, shakka tushirish. Halbuki bir nuqtaga diqqat qilaylik qarindoshlar. Biz bilib bilmay, bu bir ahli kitob. O'zini mu'min, o'zini musulmon deb qaraydiganlar, biz din ahli deb qaraydiganlar bular bilib bilmay o'zini rasvo qildi. Nima deydi? Oyatga qaranglar, bularni degan gapiga qaranglar. Ma mu'minlarga tushirilgan Qur'onga aytgan nima aytinglar? Kashti kafir bo'langlar. Qaranglar. Musulmonlarni mu'min degan sifat bilan buni o'zi bilib bilmay sifatladi. O'zini kashti kafir bo'langlar deb o'zga kufrlik degan nomni o'zga berdi bular. Halbuki o'zini so'zsiz o'zini kafir demaydi. Bugun kundagi ahli kitoblama shu ahli kitobning yo'lda bo'lmaganlarni kafir deydi emas, lekin bular o'zga kufri degan nomni o'zi bilib bilmay birib qo'ydi bu yerda. Asli musulmonlarni o'zining yo'li haqida shakka tashlamoqchi edi. Musulmonlarni shubhi taqitish orqali yo'llarini yondirmoqchi edi, ammo o'zining yilesiningki qurboni o'z oldiki eg'izdan chiqqan so'z o'zining kufri ekanligini oydinlashtirib qo'ydi. Esingizda bo'lsin qarindoshlar, oyatning oxiriga keldik. Bugungi darsimizning vaqt munosabatidan to'xtatishga majbur. Bugun kunda mushu shakldagi haq dushmanlari ko'p. Masalani aralashtirish, elishtirish ya'ni kishilarga nisbatan to'g'ri qaysi, xato qaysi buni elishtirib o'tish uchun masalaga har xil taktikalarni ishlatadi. Bir qarasang sen tarafdagidek, bir qarasang dushmanlarga qarshi shuarlarni to'layotgan, bir qarasang o'zining kasbi maydonini ifodalayotgan, ammo naq jiddiy kelgan vaqtda tuxumning sarig'i chiqib qoladi. Yana bular o'zining asli qiyofatini oshkorlab qoladi. Qur'on bizga haq dushmanlariningki har doim shunday taktika, hiyla mikr, suiqasdlarini misol orqali bizga so'zlab beryapti. Bu shu demakki, bizni askartiryapti. Unda g'olonmaslik, sadommaslik,
ahmoq bo'lmaslikni Qur'oni Karim bizga tashabbus qiladi. Mu'min, musulmon har zamon sagak bo'lish kerak, zirak bo'lish kerak. Dushmanlarining, haq dushmanlariningki nima o'yinlarni, nima fikrlarni o'ylayotganligiga doim sezgir turish kerak. Chunki bu din musulmonlarga omonat. Alloh qiyomat kunisi bu dinning mas'uliyatini musulmonlardan so'raydi. Qiyomatdan ilgari mush dunyoning o'zidan musulmonlar mas'uliyatsizlik qilganning jazosini mush dunyoning o'zi tortadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarga din va sahib chiqadigan, dinning mas'uliyatini to'g'ri ado qila oladigan ruh, iymon ato qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.